Yurishingda mo'tadil bo'l va ovozingni pasaytir. Nima bilan kibrlanyapmiz? Kibr bu juda ham katta jinoyat, katta gunoh. Chunki kibr faqatgina Allohga tegishli. Ulug' va oliy Alloh aytadi: "Kibr bu mening ridolarimdan bir rido. Izzat esa izorim. Kimdir bularga qo'lni cho'zsa, do'zaxga uloqtiraman." Qabul bo'lmaydi. Kibr qilayotgan insonning kibrlanishga haqqi bo'lish kerak. Biz kimmiz o'zi bilasizmi? Nima bilan kibrlanyapmiz? Alloh kibr qiladi chunki u buyuk, qudratli, xohlaganini qiladigan zot. Kibr qiladi chunki bunda uning haqqi bor. Biz esa nima bilan kibrlanyapmiz? Aytilganday, sen shunchalik zaifsanki, bir piyola suv seni o'ldirishi mumkin. Shunday ekan nima bilan faxrlanasan? Sening boshlanishingga odam hasar qiladigan bir tomchi suyuqlik bo'lsa, oxiring esa jirkanch jasad. Qorningda esa najosatni ko'tarib yurasan. Odam hazar qiladigan narsani. Nima bilan kibrlanyapmiz? Kibr bu Allohning haqqi. Ammo bizga keladigan bo'lsak, nima bilan faxrlanamiz? Har bir inson o'zining o'rnini bilishi kerak. Alloh taolo buni bayon qilganda aytdi: Yer yuzida kibr va havo bilan yurma. Albatta sen zinhor yerni teshib yubora olmaysan. Tesha olmaysan. Va zinhor bo'yda tog'larga yeta olmaysan. Sen yeta olmaysan. O'zingning o'rningni bil, xoy inson.